sigirlarni sog'ish jarayoni. Napori zo'r obunachilar, mana napori zo'r. Sigir qilib olaman deganga mana napori zo'r. Hozir hammasini bitta sog'ib chiqamiz, xudo xolisa mana. Ko'rib boringlar. O'tkazib olmasdan ko'rib boringlar, bitta sog'ib turibamiz. Litrini o'lchab ko'rsatdingiz, tak biz yangi keldi, mo'sh oz berishi mumkin bugun. Misol yangi keldi mo'sh. Hozir beryapti. Qo'yaman. Like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna qo'ying. Mana shunaqa zo'rlaridan, kattalaridan beramiz, xudo xolisa. Zo'rlaridan, kattalaridan. Vegan sigirlardan. Mana obunachilar, hozir mana sigirni mana sog'dim mana. Hozir kechkisiga mana shuncha berdi. Yangi kelgan sigir bu, endi yangi kelgan. Yangi joyga o'rganish uchun hamma biladi. Mol boqadiganlar ko'pchilik biladi. Yangi kelgan joyga o'rganib olguncha mol necha oz beradi. Atak oz desangni oz ham emas. Misol hozir bir 5 litr, 6 litr suti bor hozir. Mana shunda 6 litrcha suti bor. Endi kechkisiga, ertalabkisiga o'ta ko'p beradi bu mollar. Bu holda zo'r natija. Dargilarni ham sekin sog'ib qilamiz. Mana obunachilar, mana sigirni sutidan mana oldim 2 litr. Zani endi bizga beraman, xudo xolisa. Mana obunachilar, o'sha qo'shilgan sigirni bolasi misol mana. Videoni o'tkazib olmasdan oxirigacha ko'ring, xudo xolisa hamma sigirlarni suti qanaqa qilib jarayonda boqishni sizlarga ko'rsatib sog'ishni sekin nima qilib o'taman. Misol bu maqtanish emas, bu narsa emas, prosta qana sharoitda boqishim, misol bunaqa boqmaganlar bor, shunaqalarga jo'natib qo'yasizlar akalar. Mana shu videoni nima bo'ladi? Mana akalar, haliga 47 million degan sigirimni yetim bolasi, qisqasi yetim bolasi, buqacha mana vaqvaqalarni qaranglar. 15 kunlik bo'lib qolgan, 10 kunlikdan o'tib qolgan buqacha mana. 2 litrdan berib turish kerak. Sababi o'zini bolasi bo'lsa ham sementallarning suti ko'p bo'ladi. Yo sog'ib olib tagiga qo'yib yuborish kerak, yo o'sha manaqalar rejimda qarab bir oylikgacha salkam 1 oylikgacha manaqalar berib turish kerak. 2 litrdan 4 litr berib turish kerak bizga. Ko'p bersangni opasnik, kam bersangni endi nima bo'lmaydi, o'sha rejimda berib tursangni o'zinglar bilan bir oydan keyin qo'yaverasizlar tagiga. Mana hozir 2 litr o'sha sigirnikini beryapman sutini. O'sha bola qilib olgan. Hozir borib qo'yib yuborsam o'shani yemaveradi. Sigir indamaydi, hech nima boqaveradi. Tayyor ena bola sigir. Misol 47 million so'm ozgina kamini qilib beraman. Bir joy maza qilib, sog'ib, enasiz 2 kurak. Birinchi tug'ishga bo'lgan xolos. Hozir qo'yiladi, misol qochgan bo'lsa, ikkinchi qoringa bo'g'oz bo'ladi. Bo'ladi misol 2 kurak. Maza qilib, sutini sog'ib, manaqa buzoqlardan qo'shib, yana qo'shimcha qo'shib boqaverasizlar. Lakka bo'lsa obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Misol hozir mana 60 million so'm deganim yo'q. 50 million, 55 million so'm ham deganim yo'q. Misol ko'rib turibsizlar, savdolarni ko'rib turibsizlar. Mana ichi bo'ldi jonivar. Chiqoqcha. Endi ko'p yana berdaveradi misol. Ko'p bersang apasini bo'laman. Mana qonni to'ydi. Jonivar. Sifati zo'r. Bu qochani ham haqiqiy 100 talik zo'ridan. Bo'limli tug'ilgan bu qocha. 60 kilo tug'ilgan ham demayman. Lekin 40 kilo ham tug'ilmagan, misol 40 kilo, 50 kilo atrofida chiqqan. Sifati zo'r, bag'alari zo'r. Kallasi kattasidan. Yana bo'ldi. Ichirib qo'ydik, sutni berib qo'ydik, bo'ldi. Endi shu kepak ham g'ajlab qo'ygan, somon ham g'ajlab qo'ygan holda bu. Bu qocha. Hozir nargilarni sog'ib ko'rsatib o'taman, xudo xolisa. Like bosing akalar. Obunachilar misol like bosib, xizmat nimalar bo'lsa, sizlardan faqat like, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar mana. Shunaqalarga qiziqadiganlarga jo'natib qo'yasizlar shu videoni akalar. Hozir nargilarni ko'rsatib o'taman yana, sog'ilishlarni. Akalar, endi mana qolgan sutini endi men oq toshimga berib qo'yaman endi. Unga ham bo'ladi, polvonimga 1.30 deb boqachamga beraman endi qolganini. Keyin narigini ikkita bor. Ularga ham o'zgina berib qo'yaman mana.
ichadimi biz ko'chayin deydi mana. 1.30lik buqa ichishini qaranglar. 1.30lik buqani. Sut. 3,5 metrcha sut hozir, 3,5 metrcha sut. Berdim. Chiyapti. Mana shunaqa qilib boqaman. Misol sutni sog'amanda bo'lib mana shu variantda boqaman misol. Mana hozir ikkita sigiri bu yoqqa qo'yib qo'yganman, baylab qo'ygan. Bular shu ikkita sementallarning 3tasi yurib tashlaydi, 3tasini boqyapti. Bularning endi suti ozroq. Hozir endi mana sigiri suti ko'p, yangi tuqqan qora sigiri suti ko'p. Endi ikkitasi ani buzoqlar kattaroq. To'ymaydi. Hozir bo'lsa 15 ta 7 litrdan sut to'g'ri keladi xolos. Ular 10 litrdan ko'p ham sut beraman hozir. Shu tagida yurgan ikkita semental, 1 oylikdan 1,5 oylik, 2 oylikga. Nariga shu 15 kunlik bor, u o'sha nimani yemayapti, bola sigiri yemayapti. Bu sigiri suti oz hozir, 6 litrmi tushib qolgan. Qo'shimchasiga ana semental nargisi ham yemayapti, kam. Ben yana qo'shimchasiga 1,5 litrdan ertalab kechqurun 3 litr qo'shimcha berib qolaman ikkitasiga. Endi mana buzoq endi o'zini bolasi ko'payib qoldi baribir. Ola buzoq, mana qora sigiri bolasi. Shunaqa. Ichi bo'lib qoldi. So'skada ham ichaveradi, paqirda ham ichaveradi, sigiri ham ichaveradi. Farqi yo'q bular. Shunaqa o'rgatib olaman men. Shunaqa o'rgatib olaman. Ketaveradi buzoqlar. Ama o'rgatmaguncha 3 kun qiynalaman. 2 kun qiynalaman. Ichi bo'ldi ana. 3,5 litr, 4 litrcha sut ichi bo'ldi ana. Basta. Qolmadi ana. Endi sog'amiz endi. Yana qo'shimchasi sog'amiz bularni. Yana bitta misol sog'adiganlar yelimini bir 2 minut 1 minut oldin yuvib qo'ysanglar, iyib turadi mol. Mana apparat ham iymagan narsani solib ola olmaydi. Iyish kerak mol. Yuvib qo'ysanglar, ozgina issiq suv bilan yuvib qo'ysanglar, iyib turadi. Iyib haliga sut kelib turadi yelimiga. Keyin apparat darrov sog'ib oladi. Mana akalar ular qo'ydim. Endi hozir o'zimman yakkalik qilyapman. Hozir o'zimman shiri yo'qdi. Mana hozir ular qo'ydim. Sog'yapti mana. Napori zo'r bo'ladi sementallarni. Vazirlar sog'adi haliga. Dalinasi ham kuchli bo'ladi. Teshigi katta bo'ladi. Jasadiga yarashadi. Yelimiga yarashadi. Tez sog'ib bo'ladi. Mana shu apparat uzoq o'sha 3 minut yo 4 minutda sog'ib bo'ladi. So'lashi 15 ta 10 ta bersa, masalan, eng ko'p beradigan sigirlar 5 minutgacha sog'ib oladi. Hozir bular suti ozroq, masalan, 5 hozir 7 litr, 8 litr sut berishi mumkin sigir. 7 talab qilsa ko'p beradi. Hozir mana shu 20 ta sut beryapti mana shu sigir. Mana uni bergan. Apparatda ham, qo'lda ham ketaveradi, sog'ilaveradi misol. Ayna qara. Apparat unagan mol qo'lga ham sog'diraveradi misol. Bu yelimi bo'shadi. Buni endi yerimlari bo'shadi, yeyapti endi. Hozir sog' bo'lib, yem soqqanman bo'ldi. Hozir yem solsam bir-biriga aql irg'ishib, qizg'anib, qimirlaveradi mol. Sadaqe yem bermasdan sog'ib olaman. Mehnatga arzisa misol akalar, mehnatga yarasha like bosib, mana qiziqadiganlarga jo'natib qo'ying akalar. Mana shu kanalni rivojlantiraylik, sog'ib olsa bomba qilamiz akalar. Hamma ko'pchilikka qidirlar, qo'ldan kelgancha qidirlar misol. Mana napora qaranglar, ketishini qaranglar. Bu haligi ko'pchiliknikida bor. Bo'lmaganlar uyda misol bunaqalarga havas qiladiganlar bor, shularga jo'natib qo'ysang, mana shu sog'ladi, napor ketadi. Bu hamma ham ko'rsatavermaydi bu holatlarni. Mana akalar. 1.60lik sigiri sog'yapman mana. Jim turibdi, yelimi bo'shatib, jim turibdi mana. Mana shunaqa yuvosh bo'ladi, mana shunaqa haligi. Nimasi bor, gashti bor mana. Gashti bor. Yelemasiki qaytyapti.
agar mashina yangi tug'ilishda bo'lsa yelimi bor, chati sig'may ketadi. Yangi tuqqan paytida yelimi chati sig'may ketadi. Mana hozir 6 oylik, 7 oylik bo'lib ishlayapti bo'ladi mana. 7 oylik bo'ladi. Mana buqa yangi kelganligi uchun o'zini ko'rsatyapti, yangi kelgan. Atela bela qo'yib, qisir bo'lsa, bo'g'az bo'lsa qochirib beradi. Yo'q, qisir bo'lsa qochirib beradi, yo shu qotalar qilib beradi, atela bo'g'az qilib beradi. Obunachilar birisini ham so'yaman, hozir video o'tib olgan sababi hozir video ko'payib ketyapti, vaqt ko'payib ketyapti, chunki mana bog' bo'ladi qoldi buni ham. Vallahi yem berib qo'ydim men hammasiga. Obunachilar mana gap qoldi, oxiri tugaganini ko'pchilikka qayt mana oxirida qolganimda qo'lingni bir 3 kungacha og'irlikda bostirishni oxirigacha sog'ib oladi. Ana uchilarda qolib ketgan sutini sog'ib oladi oxirigacha. Mana izlashni ko'ryapsizlarmi? Sal bostirgan hisobimda. Oxirigacha sog'ib oladi. Mana nasoga bilan videomiz tugadi. Agarlar like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa ertaga yo hayit arafasini o'tkazib, hayitdan keyin xudo xolasa mashlarni qilamiz. Bularni bir joyga keltirib olib, yuklaymiz, yuklaymiz akalar. Ha, yuklaymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ying. Mana shu sigirlarni ertaga hayitdan keyin dushanba kuni xudo xolasa yuklaymiz obunachilar. Hozir sog'ib, maqlab qilamiz. Hammani bayram bilan tabriklayman. Hayitdan keyin hayitga tuzalib, hayit namozi o'tkazib, hayitdan keyin xudo xolasa kanalga yuklaymiz. Sotiladiganlarini mana sigirlar mana. Qo'lim maqlab. Video cho'zilib ketgani uchun uzr so'rayman. Endi prosta men bilmaganlarga qayt o'rgatmoqchi edim, o'sha ko'rsatib o'tmoqchi edim, o'sha uchun nima qildim akalar. Kommentariyada chiroyli gaplarni yozib, like bosib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.